Assalomu alaykum, ahli YouTube do'stlar, charchamaysizlarmi? Hop, bugungi mavzuyimiz o'zimiz kasbimizga oid bo'lganligi uchun xalqimizda bir naqar bor. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'laver degan. Shu shiorga amal qilgan holatda bugungi sotib olgan mahsulotimiz bu changlarda va o'sha ishimizda bo'layotgan mayda chiqadigan отходlarni tozalash maqsadida ishlatiladi. Qisqacha aytganda, professionalniy chang yutgich. Uni misol sotib olishdan oldin ham videolarni ko'rganman, faqat o'zbekcha videolar yo'q ekan. O'sha narsani misol uchun o'zbekcha videolarni olish maqsadida shu videoni tashkillashtirdim. Birinchi marta bunaqa keng ekranda, yo ikkinchisi ekan, shunaqa obzor bilan olishga qaror qildim. Endi hayajon bo'lyapti, chunki bu videoni juda ko'p odamlar ko'radi. O'zlaringizlar misol izohinglar bo'lsa izohda qoldiringlar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, video bundan qiziqarli bo'ladi, chunki bu dunyoda eng qimmatli narsa bu vaqt. Siz vaqtingizni ayamasdan shu videoni tomosha qilyapsiz. Buning uchun katta rahmat. Xullas gapni cho'zmaymiz, xullas mahsulotni ko'ramiz. Ichida haqiqatan ham biz kutgan narsalar bormi va test qilib tekshiramiz. Biz kutgan natijani beradimi va eng qizig'ini oxirida aytamiz va narxini. Let's go. Hop do'stlar, mana ochib ko'ramiz, tekshiramiz, nimalar bor ichida. Hop. Birinchi o'rinda chiqib keldi. Kitob. Ikkinchi o'rinda narsa chiqib keldi. Qisqa o'rinda. Komplekti deganimiz. Menimcha suvda artganda oladigan narsa shekilli. Yaxshi. Tekshiramiz. Cho'tkalar ekan. Mana shu cho'tkani o'rniga suvligini qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Yaxshi. Hop. Sopi. Sopi temirdan ekan bu. Boshqa emas ekan. Bu ham mayda nimalarni oladigan. Yaxshisi. Va eng asosiy bo'lgan narsa pilisosimiz o'zi. Xullas, ana shu pilisos Germaniya mahsuloti deyapti. Tekshiramiz. Haqiqatan ham germanskiy narsa ekan. Originalga o'xshayapti, original shekli. Korobkasi ham nima qiladi? Buni so'ragan. Xo'sh do'stlar, zerikali yo'q bo'lmayaptimi videolarimiz? Hop, ichini ochamiz. Ichida qopchasi bor ekan. Qopchasi menimcha qopchani ochsa filtr bo'ladi. Filtr faqat bu axlatlar tozalaganda, bunisi suvni olayotganda, tozalanan suvni olayotganda buni chiqarib olib turib, unga buni qo'yish kerak. Yaxshi. Komplektida yana salafon chiqyapti. Xo'p, videoni cho'zmaymiz. Hozir endi bundan buyon ishlatib tekshirib ko'ramiz.
bu tomonga qulflandi. Bu yerda qulfni rasmi, bu tomonga burasangiz qulflanadi deyapti, bu tomonga burasangiz ochiladi deyapti. Yaxshi. Hop, endi kitobini bir qator ko'rmasak bo'lmaydi, chunki biz o'zimiz hamma o'qib bo'lganimizdan keyin ko'ramiz kitobini. Bu o'zim ko'rib chiqqanman videolarini, inglizcha videolarini, ruscha videolarni ko'rib chiqqanman. Shuning uchun hamma tushunarli bo'lganligi uchun o'zbekcha video obzor qilishga harakat qildim. Hop. Elektr xavfsizligi qoidalari haqida tushuntiryapti bu yerda. Plankasining uzunligi taxminan 4 metrlarcha bor. Shlankaning uzunligi taxminan 4 metrlarcha bor. Xo'sh. Kabelni ochamiz. Kabelning uzunligi taxminan 6 metr yoki 7 metr chiqsa kerak. Normal lekin. Uchiga buni qo'yamiz. Aytgancha, ishlatishdan oldin salafan qilib olishimiz kerak edi. Chiroyli qilib atrofini akkuratni qilib oldik. Joylashtirib, endi shuni solamiz. Xo'p do'stlar, sizlar bilan xullas oldi qo'sh narsalar yomon ko'raman. Sizlar bilan mana shu realniy obzor qilamiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'lsa maqtaymiz, yomon bo'lsa to'g'risini aytamiz. Ko'ryapmiz shuni. Bismillahirrohmanirrohim. Ishga tushiramiz hozir. Boshladingmi? Do'stlar, nima ham deymiz? Bunaqa natijani kutmagandim, mana ko'ryapsizlar, mana hech narsa qolmadi. Ko'ryapsizlar, kuchli narsa ekan, haqiqatdan. Qo'limni ko'tarib yuboryapman, o'zim qo'limni ko'tarib yuboryapman. Buni ko'taryapman, qo'yib yubormayapti qo'limni. Holiman turib ko'tarib yuboryapti. Просто wow, zo'r. Puliga arziydi. Konkretniy narsa ekan. Endi ichini ko'ramiz. Ichidan axlatni. Ana do'stlar, ko'rib turganinglardan. Hammasi shu yerga kelib tushgan. Shunchaki plyonchani olamiz. Axlatga tashlab, yana olib foydalansa bo'laveradi, chunki bu yirtilib, yonib ketadigan yumshoq plyonka emas ekan.
Yana bitta narsa, endi sumkasini qo'ydik joyiga. Endi suvni tortishni tekshiramiz. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz shu qopchasini o'ramiz. Qopchasini o'ramiz. Xo'sh. Buni ochamiz. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Bu yoqqa qatiydi, bu tomonga bo'shaydi. Bo'shadi. Chiqadi. Xo'sh, bu yoqqa bo'shadi. Bo'shaydi. Kitobiga murojaat qilamiz. Ochib oldik. O'sha mana filtri bo'shaydi ekan. Filtrini oldik. Endi suv tortish uchun shu qopchasini qo'yishimiz kerak. Bu shekilli shu holatda qo'yiladi. Endi sizlar bilan suvni tortishini test qilib tekshirib ko'ramiz. Ketdingmi? Let's go. Ayolmisizlar? Bir sekundda tortib qo'ydi shekilli, 3 litr suvda. Yo'q, 3 litrmidi? 3 litr suvni 1 sekundda tortib shekilli andashimiz. O'ta tez tortdi. Xullas do'stlar, o'ta zo'r natija. Xotirga o'rin yo'q deydi. Xullas do'stlar, o'tayam zo'r, biz kutgan natija bo'ldi, xudo xolasa. Qo'lga qatashamiz. Xullas do'stlar, biz kutgan natija bo'ldi. O'zinglar ham ko'rdinglar, sizlar ko'z oldinglarda test qilib tekshirdik. Narxiga keladigan bo'lsak, kimdir qanaqa fikrda, bilmadim. Uzum nasiyaga olindi. 3 bo'lib to'lashga 3 oylikka 3.700.000 ga olindi. Narx qiziq bo'lsa, o'zinglar kelib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Bu faqat sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarga bog'liq. Chunki men motivatsiyani sizlardan olaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.